Bugun sizlar bilan veli trenajyorni qanaqa to'g'ri tanlashni va uni tanlaganda nimalarga e'tibor berish kerakligini, qanaqa sharoitga, qanaqa qilib to'g'ri ma'lumotlar bilan veli trenajyor tanlash kerakligini ko'rib chiqamiz. Agar siz veli trenajyorni uy sharoitiga olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, har xil ko'rinishda bo'lgan veli trenajyorlarimiz bor. Asosiy 3 qismga bo'linadi. Oddiy, doimiy veli trenajyorimiz, katamaran ko'rinishli veli trenajyor hamda spinbaklar. Katamaran ko'rinishda bo'lgan veli trenajyorlarimizdan boshlaymiz. Bu veli trenajyorlarimiz kamida 120 kilodan boshlab 200 kilo, 250 kilogacha ko'taradigan har xil uslubda ko'rinadigan versiyalari bo'ladi. Bizning showroomimizda bor versiyasi B08 Pro, ya'ni 150 kilogrammgacha bo'lgan foydalanuvchilarni bemalol ko'tara oladigan bo'ladi. Buni afzalligi yoshi katta, qariya yoki o'ta og'ir vaznli insonlar o'zini bemalol eplab o'tira olmaydigan kasal insonlar bo'ladigan bo'lsa, shu veli trenajyorimiz ularga qulay bo'ladi. Sababi buni o'zining spinkasi, ya'ni stenkasi bor. Suyam olib, ya'ni sidinani orqali baland-pastini yoki uzun kaltaligini bu uzunligiga moslab, oyoq kalta uzunligiga moslab ishlatsangiz bo'ladi. Suyam olib ham ruchkadan boshlab, ya'ni pedalini og'irligini og'ir yoki yumshoq qilib ham ishlatsa bo'ladi, qo'l ushlab ham ishlatsa bo'ladi. Tablosida puls, kaloriya, skort, kilometraj, kerakli hamma danliklarni ko'rsatadi. Buni qulayligi odam beli og'rib qolmaydi. Suyanib ham odam sport bilan shug'ullanishi mumkin. Endi keyingisi odatiy hamma foydalansa bo'ladigan veli trenajyorlarimiz B90, B75 hamda B67 modellarimiz. Bizning Power Gym'da veli trenajyorlarning 30 xilga yaqin assortimenti bor. Endi showroomga hozirgi kunda ko'pchiligi ma'qul bo'lib kelayotgan va eng optimal bo'lgan versiyalarimizni qo'yib qo'yganmiz. Bularning orasida ko'pchiligi ma'qul bo'lib kelayotgan va ancha bir sotib keladigan B90 versiyamizni ko'rib o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, bundan farqi buni spinkasi bo'lmaydi. Bu veli trenajyor ham o'tirib, ham old tomonga o'tib bemalol foydalansangiz bo'ladi. Bu agar sizlarga gabaritni, ya'ni kattalik qiladigan bo'lsangiz, sizlar dom sharoitida turadigan bo'lsangiz, ixchamroq bo'lgan B75 hamda B67 bo'lgan versiyalarimiz ham bor. Endi bularni tanlashda nimaga ahamiyat berish kerak? Agar siz o'rta vaznli inson bo'ladigan bo'lsangiz hamda odatiy metabolizm uchun, harakat qilib turish uchun tanlagan bo'lsangiz, sizga odatiy bo'lgan veli trenajyor foydali bo'ladi. Sababi siz vazn tashlash maqsadingizmi yoki kasal odam emassiz. Shunchaki qon aylanish uchun, bo'g'imlaringizga foydali bo'lishi uchun veli trenajyor tanlayotgan bo'lsangiz, shu oddiylik tavsiya qilinadi. Endi buni ham nimasiga ahamiyat berish kerak? Sizninkasiga. Sizninkasi ayollarga ham, erkaklarga ham foydalana oladigan darajada bo'lishi tavsiya qilinadi. Bundan tashqari, buni maxavikasi. Maxavikasi 3 kilogramdan boshlanadi va bir necha 10 kilogramgacha ham ketib turadi. Agar siz uy sharoitida foydalanganingizda sog'liq uchun bo'lsa, sizga maxavika muhim emas. Agar siz professional sportsmen bo'ladigan bo'lsangiz, og'ir maxavika bo'lsa, sizga foydalanishingizga qulay bo'ladi. Bu odatiy shug'ullanish uchun bo'lgan veli trenajyorlarimizni ko'rib o'tdik. Endi maxsus sportivniy, ya'ni professional bo'lgan spinbaklarni ko'rib chiqamiz. Bu bizda SP20 versiyamizdan boshlanadi. SP20, SP37, SP35 hamda xuddi shularning sensor ekranli bo'lgan versiyalari ham mavjud. Biz buni hozir SP35 Pro versiyasida ko'rib chiqamiz. Bu veli trenajyorimiz ko'rib turganingizda gabariti ancha baquvvat. Buni o'tirib ham, turib ham bemalol foydalansangiz bo'ladi. Hamda maxavikasi 16 kilogramm bo'ladi. Bu degan oyoqqa kuchli nagruska bor, intensiv og'ir trenirovka bo'ladi. Buni rulini ham balandpast qilsangiz bo'ladi, sidiniyasini ham balandpast qilsangiz bo'ladi va old-orqaga ham sursangiz bo'ladi. Poli korpusi po'latdan ishlangan, ko'rib turganingizda qimirlab ketmaydi. Rul qismi karbondan ishlangan bo'ladi. Buni men xuddi shu obyektni ko'rishda oddiy o'tirib haydaysangiz ham bo'ladi, egilib haydaysangiz qorin va biqindik yoq qismlarini ketkazishga yordam beradi. Bundan tashqari turib ham oyoq muskullariga ishlashga foydalansangiz bo'ladi. Bu versiyalarimiz hozirgi kundagi standart hamda hamyobob, ya'ni byudjetli versiyalarimiz hisoblanadi. Bundan tashqari bizning showroomda premium ko'rinishda bo'lgan spinback veli trenajyorlarimiz ham sotuvda bo'ladi. Bularni premium bo'limimizdagi mahsulot doirasida ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingizda SP50 spinbackimiz. Bu spinbackimiz high-tech uslubda, italyancha uslubda ishlangan bo'ladi. 150 kilogrammgacha bo'lgan foydalanuvchilarni bemalol ko'tarish uchun mo'ljallangan. Bundan tashqari 21,5 dyumli sensor ekran yordamida bemalol bunda sport bilan shug'ullansangiz bo'ladi. Instagram, YouTube, Google hammasi Wi-Fi orqali ishlaydi. Bundan tashqari o'zining tabiat manzaralari bor. O'zini pamyat, ya'ni o'zining xotirasiga saqlangan bo'ladi. Qorda, suvni bo'yida, tungi shaharda bemalol foydalansangiz bo'ladi. Sizlarga ham shunaqa sifatli trenajyorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda raqam qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqasizlar.